Juda xursand qildingiz, juda nima qildingiz, hozir nima qilishni aytolmayapman sizga. Hozir bir masalada bizlarga sizlarning yordamlaringiz kerak. Xabarlaringiz bor, kecha 20-fevraldan boshlab Yaponiya student vizasiga topshirgan talabalarni viza javoblari chiqish boshladi. Endi hozir bizda ham talabamizga viza javob chiqqan, yozib qo'yganmiz. Endi shu masala bo'yicha bizga sizlarning yordamlaringiz kerak. Kimga birinchi xabarni beraylik? Kimni birinchi xursand qilaylik? Talabaning onasinimi yoki talabaning o'zinimi? Kecha istoriyada apros qoldirgandik. Viza chiqqan talabani birinchi talabani xursand qilaylikmi yoki ayasini xursand qilaylikmi deb istoriyada savol qoldirgandik. Ko'pchiliklar birinchi bo'lib talabaning onasini xursand qilinglar deb javob qoldirgan ekan. Hozir talabaning onasiga telefon qilib reaksiyalarni ko'ramiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Charchamayapsiz? Tanidingizmi? Yo'q, tanidim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Sarsamatdan yuribsizmi? Rahmat. Opajon, tabriklayman, Abdullohga viza chiqdi. Rahmat, muborak bo'lsin. Sizlarga muborak bo'lsin. Sizga ham katta rahmat ishonni topshirganingiz uchun. Rahmat. Kecha javob chiqqandi. Nasib bo'lsa dushanba kuni kerakli hujjatlarni yuboradi, keyin o'zi vizaga, pasportlarga vizaga harakat qilamiz.